pulga sotib olgansan deding-ku, endi senga tegishli bo'lgan. Amirxon Alixo'jayev haqida tarqalgan gaplar, ya'ni jang sotilgan. Bu gapni eshitgan Amirxon sukut saqlab tura olmadi. Agar udar tegmagan bo'lsa, mana shu yerda yirtib olgandi, mana shu bitib qoldi. Bir insonning kommentariyasi bahona barchaga o'z ichidagi dardni bayon etdi. Amirxonning gaplari juda ham ta'sirli va haqiqiy erkakning gapi bo'ldi. Vatanim bayrog'ini va hattoki $100,000 bermaydimi? Men or nomusimni sotmayman dedi. $100,000 bermaydimi? $100,000. Hayotimda sotilmayman, aka, ishonavering. Hayotimda. Pulingizni olib shunaqangi uraman o'sha yerda, ishonavering. Voy, men senga pul to'lab qo'ygandimmi, deyolmay qolasiz ishda. Jog'larini sindirib olaman, aka, Allohning izniga bilan. Bu oddiy javob emas. Bu sportchining sha'ni, g'ururi va milliy qadriyatining bir belgisidir. U da tiymasa, bunaqangi darajada hech bo'lmaydi odam. Men hayotimda bunaqangi darajada o'chib qolmaganman. Bundan tashqari uning ustozi ham o'z fikrini bayon qildi. Qadrli do'stlar, videoni ko'ring va albatta o'z izohingizni kommentariyaga yozib qoldirishni aslo unutmang. Pul yuborishda kechasimi, kunduzimi, endi buni farqi yo'q. Endi kechasi soat 2 da ham, yakshanba kuni ham uyingizga pul yuborishingiz mumkin. Bank ochilishini kutmaysiz, navbatda turmaysiz. Hech kimga iltimos qilishingiz ham shart emas. Yubormobil ilovasi 24 ga yetdi. Sizga erkinlik beradi. Istalgan vaqtda, istalgan joyda bir necha soniyalarda pul yuboring. Siz ishlayotganingizda ham, dam olayotganingizda ham, kechasimi, kunduzimi farqi yo'q. Pulingiz uydagilaringizga bir zumda yetib boradi. Endi pul jo'natish har doim siz xohlagan paytda. Yubor qulay, xavfsiz va ishonchli ilovadir. Hozir pulga sotib olgansan deding-ku, endi senga tegishli bo'lgan. Bizni xalq taniydi, juda ko'p kishi taniydi. Biz kimgadir ko'rinsak, kimgadir qovog'imiz solib, kimgadir yomon fikr bildirsak, bizni ko'chada hamma aytadiki, bu kibrlangan, bu falonda qilib deyishadi. Majburmiz qo'limiz ko'ksimizda sizlar yaxshi gapirgani yoki odam yaxshi gapirgani. To'g'risi. Rost bo'lmagan gap so'z, sotib oldi, sotmadi degan gap siz kerak emas. Aka, $100,000 bermaydimi? $100,000. Hayotimda sotilmayman, aka, ishonavering. Hayotimda. Pulingizni olib shunaqangi uraman o'sha yerda, ishonavering. Voy, men senga pul to'lab qo'ygandimmi, deyolmay qolasiz o'sha yerda. Jog'larini sindirib olaman, aka, Allohning izniga bilan. Hayotimda vatanimni, o'zimni orimni hech qachon pulga sotmayman, aka, ishonavering. Hech qachon. Bu gapni eshitib qo'ying, xo'pmi? Hayotingizda menga aytmang boshqa. Jangni pulga sotib oldingiz deb. Agar udar tegmagan bo'lsa, mana shu yerda yirtib olgandi, mana shu bitib qoldi. Mashtin yirtilib ketgandi. O'sha boyda ko'rsangiz, mashtindan qon oqib turgandi. Udar tegmasa, bunaqangi darajada hech bo'lmaydi odam. Men hayotimda bunaqangi darajada o'chib qolmaganman. Amirxonni mag'lubiyatidan keyin men o'zim juda ham yomon his qildim. Ne tolkaman, butun Humo Arena. Siz ustoz sifatida qanday his qildingiz o'zingizni? Bu narsaga har doim tayyor bo'lish kerak. Yutganini bilgan, yutqizsa ham tan olish kerak. Ko'rdinglar, bu yerda Amirxonni qo'li baland kelayotgan joyida nokdaundan raqibi nokaut qildi. Xudo xolasa kuchli bo'lib qaytadi. Nima deymiz? Endi bu mangu, bu yerda hech qanaqa slabiy raqiblar, mushuklar yo'q. Har bittasi o'ziga mos ko'rgan bo'lsangiz, iloji boricha kombinatsiya qilish harakat qildim. Shunaqa odam kutmagandim. To'g'risini aytsam, bizning xalqimizni qo'llab-quvvatlaganligi uchun hammaligiga rahmat. Birinchi turnirimiz albatta har bitta joyda, har bitta tadbirda kamchilik bo'ladi. Har bitta narsa bizga bir dars. Xudo xolasa keyingi turnirlarimizda undan ham chiroyli, undan ham yaxshi atomas narsalarni yopishga harakat qilamiz. Men doim kelib turardim Humo Arenaga. Bu darajada Humo Arena to'lmadi. Nihoyat 3-etaklar ham rosa to'lib ketdi. Xo'p, mangu turini oldinga qo'yilgan maqsadlari qanaqa bo'ladi endi, Jasur aka? Oldinga qo'ygan maqsadlarimiz birinchi o'chirda MMA sportini rivojlantirish, yoshlarni sportga jalb qilish, to'g'ri yo'lda yurish va O'zbekistonimizdan bayrog'ini ko'tarish. Ligaga kelgan bo'lsa, liga O'rta Osiyoda eng zo'r ligalar bilan tenglashadigan va chiroyli janglar ko'rsatadigan ligalardan bir maqsadimiz bor. Kecha press konferensiyada bonuslar bor dedingiz. Albatta. Bugun bonusni kim oldi? Menimcha Amirxon raqibi bonus oldi deb o'ylayman, chunki chiroyli jang, o'zi nokdaundan chiqib nokaut qilish bu aqlga sig'maydi lekin. Raqib kuchli. Rahmat sizga. Rahmat aka. Sog' bo'ling.